Bu faqat zakazgami? Nada, oke, faqat zakazga bu o'zimiz ishlab chiqaramiz перегородкаlarni. Xo'p. Tak, mana shu hozircha mana shu xil ranglarimiz bor. Atak xohishga qarab, любой rang chiqarib berish. Любой rang qilib berasizlar. Razmeri necha metrgacha bo'ladi? Tak, razmeri 3,5 metrgacha qilib bera olamiz. Pod zakaz. Pod zakaz, da. Xo'p. Qalinligini bitta ko'rsating. Qalinligi mana 5 ga 10 bo'ladi. Xo'p. Ikkita 2 xil bo'ladi. Mana shuni bir-biriga ulab qo'yiladi o'zi. Tagida ponacha bo'ladi. Ustanovka jarayonida o'sha ponacha bilan o'shanga ustanovka qilinadi. Tak, razmerlarimiz 5 ga 10 bo'ladi. Balandligi shu 3,5 metr pod zakaz qilib Eng balandi 3,5 gacha pod zakaz, to'g'rimi? Xo'p, men so'roqchiman, metri necha pul buni, aka? Tak, metri 90 mingdan chiqadi. 90 mingdan chiqadi. Da. Bitta metr 90 ming bo'lsa, 90 mingdan bo'lsa, ustanovkasi ham bor. Ustanovkani qilib beramiz. O'zimiz ham bolalar bor, ustanovka qiladigan. Bittasini necha pulga qo'ydirib berasiz? Bittasini bir 80 mingga qo'yishyapti. 80 mingga qo'yib berasizlar-da. Agar bizning nomimizdan sal kelishtirib berasizlar. Uni ham harakatini qilamiz. Qilasizlar. Da. Lekin mana bu rangi klient xohishiga qarab qilib bera olasizlar. Da, klient xohishiga qarab qilib bera olamiz. Bu yerda hozir данный moment 1, 2, 3, 4, 5 xil rangimiz bor. Obrazet uchun qo'yib qo'ygansiz. Bu obrazet uchun. Xo'p, Klient keladi, xohishni mana shu do'konda любой rangga qaraydi. Mana shuni qilib bermangizsa qilib beraman. qilib berasizlar. Necha kunda tayyor bo'ladi? Tak, xudo xolasa 1 hafta 10 kun ichida qilib beramiz. Bir hafta 10 kun ichida qilib berasizlar. Ish sal og'irroq ekan endi-da. Ichi sal og'ir. Ichi mana o'zlariga ko'rsatib qo'yaman. Ichi 70% MDF ga to'lgan bo'ladi. Xo'p. Bunaqa og'ir narsa, oddiy ham dishovka narsa emas bu. Sifatiga javob berasizlar. Sifatiga javob. Bo'ldi. Sizlar o'zingiz ishlab chiqaryapsizlar. O'zimiz ishlab chiqaramiz. Misol uchun bir xil keladi-da, anta 89 ming ko'rdim sizlar. 88 ming qilib bera olasizmi? 85 ming qilib olaman. 85 ming qilib bera olasiz. Eng taqalgan, to'g'rimi? Sharti video tagida akalarga telefon qilib xarid qilinglar agar shunaqa перегородкаlar kerak bo'lsa. Ko'rdinglar? Men sizlarga ishlab chiqaruvchidan ko'rsatyapman. Bundan yana qanaqa zo'r vaziyat bo'lishi mumkin?